Assalomu alaykum do'stlar. Yangi loyihamizning ilk sonida biz siz bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. O'zbekiston milliy termasi Jahon chempionatining saralashdagi ishtiroki fonida bugun biz mamlakatimiz birinchi raqamli jamoasining mundial kvalifikatsiyalardagi ilk ishtiroki mavzusiga to'xtalishga qaror qildik. 1997-yil voqealarini yodga olamiz. O'sha yili dunyoda esda qolarli nima voqealar ro'y bergan edi? Avgust oyida malika Diana Parijda avtohalokatga uchraydi. Intel kompaniyasi Pentium 2 mikroprosessorini rasman taqdim etadi. Fransiyalik taniqli okeanograf olim, akvalang ixtirochisi Jacques Cousteau vafot etadi. Rejissor James Cameron suratga olgan Titanic filmi dunyo yuzini ko'radi. Qozog'iston poytaxti Axmola shahriga ko'chiriladi. Shahar keyinchalik Ostona deb nom oladi. Mamlakatimizda 1997-yil inson manfaatlari yili deb e'lon qilinadi. Futbol voqealari haqida gapiradigan bo'lsak, may oyida Myunxenda Borussia Dortmund klubi Juventusni mag'lub etib, Chempionlar Ligasining g'olibiga aylanadi. Nemis jamoasidagi Lars Ricken degan futbolchi maydonga tushib 16 soniyadan keyin gol urgani o'yinning esda qolarli holatiga aylanadi. O'sha yil yozda bo'lib o'tgan Tournoi de France musobaqasida Roberto Carlos Bartes darvozasiga jarima zarbasidan o'sha afsonaviy golini uradi. Yil yakunida braziliyalik Ronaldo oltin to'p sovrindori bo'ladi. O'zbekistonda MXK jamoasi birinchi va oxirgi marta mamlakat chempioni unvonini qo'lga kiritadi va milliy futbolimizda tarixiy ahamiyatli voqea ro'y beradi. O'zbekiston milliy terma jamoasi birinchi marta jahon chempionatining saralashida ishtirok etadi. Fransiya 98 jahon chempionatining saralashi qur'asiga ko'ra, Osiyoning 36 ta jamoasi birinchi bosqichda 10 ta guruhga bo'linib, shunda O'zbekiston terma jamoasi 5-guruhda Yaman, Indoneziya, Kamboja jamoalari bilan keyingi bosqichga chiqish uchun o'ynaydigan bo'ldi. Ta'kidlash kerak, Osiyoda 98-yilgi jahon chempionati saralashining o'yinlari hammasi 1997-yilda taxminan 7-8 oy ichida o'tkazildi. Hozirgidek 1,5 yilgacha cho'zilmagan. O'shanda jamoamizning barcha uy uchrashuvlarini bevosita stadionda tomosha qilganim, o'sha paytdagi futbol shukuhi, muhit, gollar quvonchi, mag'lubiyat alamini joyida ko'rgan va his qilganim uchun bu mavzu menga nostalgiya hissiyotlarini beradi. Demak, O'zbekiston milliy termasi birinchi bosqich o'yinlarini 9-may kuni safarda Yaman jamoasiga qarshi o'yin bilan boshladi. 1-0 hisobidagi g'alaba bizga ilk 3 ochkoni keltirdi. Yagona gol muallifi No'mon Hasanov bo'ldi. Agar kimdir futbol viktorinalarida zamonaviy tilda aytadigan bo'lsak, kvizlarda ishtirok etsa, bu ma'lumotni eslab qolishi lozim bo'ladi. No'mon Hasanov O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatlari saralashlarida birinchi golini urgan futbolchi. Ikkinchi tur o'yinini jamoamiz Toshkentda o'tkazdi. 1997-yilning 25-may kuni poytaxtimizdagi Paxtakor markaziy stadioni muxlislarga liq to'ldi. Shu kuni O'zbekiston terma jamoasi o'z maydonida jahon chempionatlari tarixida birinchi o'yinini o'tkazayotgan edi. O'shanda stadionda bo'lganim uchun o'yingohdagi muhitni yaxshi eslayman. Hammada kayfiyat a'lo edi. Oldimizda jahon chempionati saralashi bilan bog'liq qanday azoblar va mashmashalar turgani hali hech kim bilmasdi. Barcha jahon chempionatiga chiqishimizga ishonardi. Har qalay umid katta edi. Axir o'sha voqealardan 2,5 yil oldin Hirosimedagi Osiyo o'yinlarida g'olib bo'lganimiz. Tarkibimiz kuchaygandek aslo bo'shashmagan. Jamoaga Pavel Bugalo, Rustam Shoirmardonov, Nikolay Shirshov, No'mon Hasanov, Jafar Irismetov, Alek Shaskix kabi bir qator iste'dodli futbolchilar kelib qo'shilgan edi. Jamoa trenerlar shtabiga o'sha paytda ko'zga ko'ringan mahalliy mutaxassislar kiritilgan edi. Bosh murabbiy Rustam Mirsodiqov bo'lsa, jamoa boshlig'i etib Mahmud Rahimov tayinlangan. Yana Neftchidan Yuriy Sarkisyan, MXSKdan Yevgeniy Valitskiy kabi trenerlar milliy termaga jalb etilgan edi. Shu kungi raqib autsayderlardan hisoblangan Kamboja terma jamoasi edi. Haqiqiy gollar shousini ko'ramiz deb to'plangandi barcha. Shunday bo'ldi ham. O'yin boshidayoq Nikolay Shirshov jarimadan kuchli zarb bilan hisobni ochdi. Birinchi bo'limning o'zida hisob 4-0 ga chiqdi. No'mon Hasanov, Sergey Lebedov 2 ta, Andrey Fyodorov, Jafar Ismetov urgan gollari yakunda bizga yirik 6-0 hisobidagi g'alabani ta'minlab berdi. Shu bosqichdagi qolgan uchrashuvlarda ham biz uchun jiddiy muammolar bo'lmadi. 20-iyunda Toshkentda Indoneziya 3-0 hisobda mag'lub etildi. 24-avgustda esa Yamanni ham yengdik. Safarda indoneziyaliklar bilan bitta durang 1-1, Kamboja ustidan 4-1 g'alaba jamoamizga guruhdagi peshqadamlikni ta'minladi. 6 ta o'yinda 20 ta gol, 5 ta g'alaba, eng yaqin ta'qibchilardan 8 ochko farq va O'zbekiston milliy termasi
ishonchli qadamlar bilan keyingi bosqichga yo'l oldi. Navbatdagi bosqich saralashdagi oxirgisi hal qiluvchisi edi. O'sha jahon chempionati uchun Osiyoga 3,5 ta o'rin berilgandi. Ya'niki oxirgi bosqichda ikkita guruhda 5 tadan jamoa qatnashsa, har biridan bittadan terma jamoa to'g'ridan-to'g'ri jahon chempionatiga chiqardi. Guruhlarda ikkinchi bo'lgan jamoalar o'zaro qit'a play-offida uchrashib, 3-yo'llanma egasini aniqlab olardi. Shundan keyin ham bu juftlikda yutqizgan terma uchun imkoniyat saqlanib qolardi. U endi qit'alararo play-off bahsida okean mintaqasi vakili bilan bitta yo'llanma uchun kurash olib borishi talab etilardi. Oxirgi bosqichda O'zbekiston terma jamoasi B guruhiga tushdi. Bu yerda bizga Yaponiya, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qozog'iston raqib bo'ldi. O'sha saralashda biz uchun esda qolarli voqealar shu bosqichda ro'y berdi. Aytish kerakki, saralashning so'nggi bosqichdagi o'yinlar taqvimi ancha zich tuzilgandi. Barcha uchrashuvlar 2 oyda, sentyabr-noyabrda o'ynaladigan bo'ldi. Toshkentdagi bahslarni ko'pchilik yaxshi eslasa kerak. Har hafta saralash o'yinlari bo'lardi. Har haftada katta futbol bayrami. Demak, yakuniy bosqichning avvalida O'zbekiston terma jamoasi uzoq sharqqa yo'l oldi. Dastlabki o'yin 1997-yil 7-sentyabrda Tokioda Yaponiyaga qarshi bo'lib o'tdi. O'yinni bizda jonli efirda olib ko'rsatishgan, faqat ikkinchi taymdan boshlab. Translyatsiya ulanishi bilan ekrandagi 4-0 hisobini ko'rib, barchaning mazasi qochib qolgan bo'lsa ajab emas. To'g'ri, biz yaponlarga 96-yilning dekabrida Osiyo Kubogida ham yirik hisobda mag'lub bo'lgandik. Yaponlarning bu jamoasi o'sha paytdagidan aslo bo'sh emas edi. Shu kuni Kazu Miura degani darvozabonimizni rosa qiynadi. Naqd 4 ta gol soldi Azamat. Aytish kerak, bu futbolchi o'sha saralashda jami 14 ta gol urgandi. Faqat eronlik Karim Bagiri 19 ta gol bilan peshqadam bo'lgandi. Demak, o'yinga qaytamiz. Hisobdagi katta ustunlik yaponlarga ta'sir qildi shekilli, ular sal sustlashdi. Ikkinchi taymda Alek Shaskix 2 ta, Andrey Fyodorov 1 ta gol urib, oradagi farqni qisqartirishdi. Yaponlarning urgan yana 2 ta goli o'yindagi yirik g'alabasini ta'minladi. 6-3. O'yindagi e'tiborni tortgan yana bir jihat shu bo'ldiki, terma jamoa shu kuni maydonga hozirgi Borussia Dortmundning formasiga o'xshash sariq-qora libosda maydonga tushgandi. Bu jihat katta ahamiyatga ega bo'lmasa-da, O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun qandaydir xos bo'lmagan, tushunarsiz ranglar edi. Mayli, muhimi bu emas. Bir haftadan keyin jamoamiz Seulga yo'l oldi. Bu koreyslar bilan 94-yilgi tarixiy g'alabamizdan keyingi birinchi o'yinimiz edi. Negadir hech bo'lmagan durang o'ynab kelishga ishonch bor edi. O'yin yomon o'tmadi. Garchi 15-daqiqada maydon egalari hisobni ochgan bo'lishsa-da, biznikilar teyma-tey o'ynab muvozanatni ushlashga harakat qilishdi. 75-daqiqada hamyurtlarimiz burchakdan to'pni uzatib berganidan keyin Alek Shaskix raqib jarima maydonchasida yuzaga kelgan qulay vaziyatdan foydalanib, to'pni boshi bilan darvozaga yo'lladi. Bu gol haqiqiy quvonchga sabab bo'lgandi. Esimda, ekranda Seuldagi arenada bir sektorni to'ldirib o'tirgan o'zbekistonlik muxlislarni ko'rsatishgandi. Yurtimiz bayroqlari xilpiragan, hamma jamoani olqishlagan. Lekin shu kuni loaqal 1 ochko olish ham futbolchilarimizga nasib etmagan ekan. 87-daqiqada himoyachilarimizning sustkashligidan foydalangan koreyslar gol urib, muhim 3 ochkoni naqd qilishdi. Terma jamoamiz esa uzoq sharqqa qilgan sayohatidan qup-quruq qaytdi. Guruhdagi 3-o'yin ham mehmonda. Bu safar Olmaotada Qozog'iston termasiga qarshi bo'lib o'tdi. Ha, u paytlarda Qozog'iston hali OFK tarkibida edi. Aytish lozimki, qozog'istonliklar o'sha saralashning birinchi bosqichida sensatsiya yaratishgandi. O'z guruhida Iroqni ikkala o'yinda ham yengib, hal qiluvchi bosqichga yo'l olishgandi. Shunga qaramay, jamoamiz raqibdan kuchli tuyulsa-da, o'yin kutilmagan ssenariy ostida kechdi. Livanlik hakam jamoamizni unchalik xush ko'rmasligini yashirib o'tirmadi va 5 nafar futbolchimizga sariq kartochka ko'rsatdi. 84-daqiqada Pavel Bugola raqib futbolchisiga qo'pollik ishlatilib, nafaqat qozog'istonliklarga penalti olib berdi, balki Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bo'lib o'tadigan muhim o'yinda maydonga tushmaydigan bo'ldi. Ruslan Baltiyev imkoniyatdan unumli foydalandi. O'yin tugashiga 5 daqiqa qolganda hammaning kayfiyati tushib ketgan. Bu safar ham quruq qaytamiz shekilli deb turilganda Alek Shaskix barchaning joniga oro kirdi. Uning uzoqdan kuchli va aniq zarbasi O'zbekiston terma jamoasini mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Olmaotada qo'limizdan kelgani shu bo'ldi xolos. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni ham aytib o'tish kerak. Hamyurtimiz Alek Shaskixning saralashdagi ajoyib individual o'yini OFK nazaridan chetda qolmadi. Hujumchimiz Osiyoda sentyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb tan olindi. 1997-yilning 27-sentyabrda Toshkentda terma jamoamiz tarixida unutilmas uchrashuvlardan biri bo'lib o'tdi. Shu kuni biz Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yin o'tkazdik.
safardagi 3 ta o'yindan bor yo'g'i 1 ochko bilan qaytgan termamizga faqat g'alaba kerak edi. O'sha kungi voqealarni yaxshi eslayman. Shanba edi. Ertalab Fayzobodga pravaga imtihon topshirishga bordim. Qaytishda, bugun futbol bor-ku deb Paxtakor metrosi yoniga chipta olishga keldim. Hozir ko'pchilik ishonmasligi mumkin, lekin bilet bemalol. Nari borsa 6-7 ta odam turgandi. 10-sektor 2 ta bilet oldim, xotirjam ishga ketdim. Hali kechqurun o'yinga kelaman deb. Uchrashuvdan oldingi bayramona kayfiyatning yana bir sababi bor edi. Jarohatidan keyin operatsiyani o'tkazgan va uzoq vaqt maydonga tushmagan jamoamizning yetakchi futbolchisi, dispetcheri, playmakeri, milliy futbolimizning super yulduzi Mirjalol Qosim o'sha kuni uchrashuvda o'ynashi kerak edi. Stadion shu kuni liq to'ldi. O'yin ham ajoyib boshlandi. Ketma-ket uyushtirilgan hujumlar 10-daqiqada gol bilan yakunlandi. O'ng qanotdan Abduqahhor Ma'ruvaliyevning jarima maydonchasi tomon uzatgan to'pni markazda turgan Igor Shkvin o'tkazib yubordi. Chapdan yetib kelgan Nikolay Shirshov kuchli zarb bilan to'pni darvozaga mixlab qo'ydi. Dahshat. Bugun yutamiz, aniq yutamiz derdi barcha muxlislar. Hammasi yaxshi ketayotgandi. Tashabbus jamoamiz qo'lida edi. Biroq 37-daqiqada ro'y bergan voqea ehtimol keyingi jarayonga ham katta ta'sirini o'tkazdi. Sergey Lebetovning chamasi 50 metrga havolatib osha bergan pasi raqib jarima maydonchasiga borib tushadi. Bu yerda to'p uchun kurashda Araf himoyachisi Shuhrat Maqsudovni qo'pollik bilan yiqitadi. Penalti, ana imkoniyat. Zarbani berish imkoniyati Qosiyevga ishonib topshiriladi. Biroq Mirjalolning sal o'ngroqqa tepgan to'pini darvozabon qaytaradi. Afsuski, shunday yaxshi imkoniyat ko'kka sovuriladi. Hamma voqealar shundan keyin boshlandi. Time hali tugamasdan Shuhrat Maqsudovning asobi dosh bermadi va raqibiga nisbatan ishlatgan qo'pollik uchun maydondan haydaldi. O'sha vaziyatda to'p maydonning boshqa qismida bo'lib, aslida nima voqea bo'lgani ko'pchilik nazaridan chetda qolgan. Nima bo'lganida ham jamoamiz maydonda bir kishi kam qolib, qiyin ahvolga tushib qolgandi. Ikkinchi bo'limda esa arab futbolchilar niyatiga yetdi. O'yin tizginini qo'lga olgan raqiblar 51, 60 va 85-daqiqalarda gol urib, masalani hal qilib qo'yishdi. So'nggi daqiqalarda Ravshan Bozorovning antiq usulda urgan goli oradagi farqni qisqartirdi, xolos. Alamli mag'lubiyat. Bir kinofilm qahramoni aytganidek, boshlanish tantanayu oxiri shaldiroq arava bo'ldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi shu o'yinda g'alaba qozonganda mundialga chiqish imkoniyatlarini yaxshilab olardi. Afsuslar bo'lsin-kim, unday bo'lib chiqmadi va hamma o'yindan tushkun kayfiyatda tarqaldi. Urilmagan penalti, maydondan haydalgan Maqsudov, diskvalifikatsiyadagi Paul Bugalo o'rniga olib kelingan Vladislav Filipovning ishonchsiz harakatlari. Guruhda 5 ta jamoa o'ynagani bois keyingi turni o'tkazib yubordi. Jamoamiz navbatdagi uchrashuvni yana Toshkentda, endi Yaponiya termasiga qarshi o'tkazish kerak edi. Hali ham g'alaba bizga jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini berardi. 11-oktyabr kuni Paxtakor stadioni muxlislarga to'lib toshdi. Raqibimiz Yaponiya. O'yinning zo'r bo'lishi kutilgandi. Aslida shunday bo'ldi ham. O'zbekiston milliy termasi egnidagi forma ham o'zgardi. Endi futbolchilarimiz oq ko'k rangdagi libosda maydonga tushdi. Jamoamiz juda yaxshi o'yin ko'rsatdi. Tokioda darvozabonimizni ancha ranjitgan Miura degani shu kuni och qoldi. Himoyachilarimiz unga umuman imkoniyat berishmadi. 32-daqiqada esa Paxtakor stadioni chin ma'noda portladi. Hujumchilarga yordamga yetib kelgan Baxtiyor Qambaraliyev chamasi 25-27 metrlardan darvozaning chap burchagini nishonga oldi va zarbada adashmadi. To'p ustunga tegib darvoza to'ridan joy oldi. Ana bayram. 55 ming tomoshabin a'lo kayfiyatda chiroyli futboldan bahra olardi. Hammasi yaxshi tugashi mumkin edi-yu, lekin yana o'yin oxiridagi ishonchsiz harakatlar jamoamizga qimmatga tushdi. Jarima maydonchasi yaqinida havoda to'p uchun kurash boy berildi. Wagner Lopesning boshi bilan bergan murakkab bo'lmagan zarbasidan keyin to'pni Paul Bugalo o'tkazib yubordi. Yakuniy hisob 1-1. Jahon chempionatiga chiqishga hali nazariy, matematik hisoblar bo'yicha imkoniyatlarimiz hali saqlanib qolgan bo'lsa-da, amalda ikkinchi o'rin uchun kurasha olmasligimizni, mundial eshiklar biz uchun yopilganini hamma tushunib bo'lgan edi. Oradan yana bir hafta o'tib, poytaxtimizga Janubiy Koreya terma jamoasi keldi. Shu kuni stadion to'lib toshmadi. Muxlislar endi kamroq edi. O'yinga tushgan ishqibozlar yaxshi eslatsa kerak. O'shanda hozirgi fanatlar o'tiradigan 12-13-sektorlar mehmon muxlislarga ajratilgandi. Taxminan 1,5 ming nafar koreys ishqibozlar shu kuni umuman tinmadi. Futbolchilari ham bundan ilhomlandimi, darvozamizga naqd 5 ta golni taxlab qo'yishdi. Koreyslar oson qiynalmasdan jamoaviy xilma-xil kombinatsiyalar bilan emin-erkin o'ynab, yirik 5-1 hisobidagi g'alabaga erishdi. Shu o'yindan keyin esda qolgan yana shu bo'ldiki, muxlislarimiz raqib jamoani qarsaklar, olqishlar bilan kuzatib qo'yishdi.
Bu kuchlilarga chinakamiga tan berish edi. Ajoyib holat. Ham munosib o'yin, ham mardona muxlislik edi bu. O'shanda koreyslar tarkibidagi Chve Yonsu degan hujumchi ikkita o'yinda darvozamizga urgan 3 ta goli bilan esda qolgandi. U paytda titrlarda uni Yonsu Choy deb xato yozishardi. Bunisi endi transkripsiyaga e'tibor qiladiganlar uchun ma'lumot o'rnida. 25-oktyabrda Qozog'istonga qarshi o'yinga undan ham kam tomoshabin tushdi. Bunga kelib esa terma jamoasida bosh murabbiy o'zgardi. Rustam Mirsodiqov o'rniga braziliyalik Vega da Silva tayinlandi. O'yinda Shkviring 2 ta, Fyodor va Qosimovning gollari jamoamizga yirik hisobdagi g'alabani keltirdi. 4-0. 2-noyabrda O'zbekiston terma jamoasi Abu Dabida Birlashgan Arab Amirliklari termasiga qarshi o'yin o'tkazdi. Mundial yo'llanmasi uchun muqarrar imkoniyatlarga ega bo'lib turgan arablarga shu kuni g'alaba suv va havodek zarur edi. Jamoamiz aniq va puxta taktik asosida o'ynab, raqibiga imkoniyat bermadi. O'yinda hisob ochilmadi. Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasi esa qiyin ahvolda qoldi. O'yindan keyin gazetalarimizdan birida Shuhrat Maqsudov uchun o'ch olindi salavhali sharh chiqqandi. Bu Toshkentdagi o'yinga shama edi. O'shanda raqib himoyachisi Shuhratning asabiga tegib, uni janjalga boshlagandi. Voqealar yakunda nima bilan tugaganini esa yuqorida aytib o'tdik. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatlari saralashidagi birinchi ishtirokini shu tariqa yakunladi. Guruhimizda Janubiy Koreya birinchi o'rinni egallab, Fransiya 98 ga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani oldi. Seulda koreyslarni kutilmaganda yutib qo'ygan Yaponiya 2-0 hisobi bo'lgan edi. Mavqeini birdan yaxshilab olib, oxirgacha imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. Guruhda ikkinchi o'rinni olgan yaponlar narigi guruhdagi Eronni yutib, mundialga chiqdi. Biz esa guruhda 5 ta jamoa ichida 4-chi bo'la oldik xolos. Mana o'sha voqealardan keyin oradan 28 yil vaqt o'tibdi. Shu davr ichida saralashlarning ancha-munchasida qatnashdik. Boshimizdan nimalar o'tmadi. O'sha birinchi urinish esa futbolimiz tarixida qoldi. To'g'ri, o'shanda o'zimizga haddan tashqari ishonib yuborgandik. Axir mundialga chiqish bu Osiyo o'yinlari ham, qit'a chempionati ham emasligini, mundial saralash bu boshqa ko'cha, umuman boshqacha o'yin. O'ziga yarasha past va balandliklardan iborat murakkab jarayon ekanini hali yaxshi bilmasdik. Shu ma'noda ham 1997-yilgi voqealar biz uchun ulkan saboq, katta maktab bo'lgan edi. Fransiya 98 yo'llanmasi uchun guruhimizdagi kurash haqida gap ketganda bir qiziq voqea esga tushadi. Final musobaqasining hamma ishtirokchilari ma'lum bo'lgan, qura ham o'tkazib bo'linganda, bahorda 1-aprel kuni mahalliy gazetalarimizdan birida Yaponiya va Janubiy Koreya termalari saralashda o'zaro kelishib o'ynagani uchun jahon chempionatidan chetlashtirilgani, o'rniga O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari jamoalari ishtirok etish haqida xabar chiqqandi. Ko'pchilik bunga ishongandi, xabar qaysidir ma'noda shov-shuv ham bo'lgandi. Aslida bu 1-aprel hazili edi xolos. Qo'shimcha o'rnida eslatib o'tamiz. 1998-yilning yozida Fransiyada o'tgan jahon chempionatining final qismida Osiyo jamoalaridan birontasi hatto guruhdan ham chiqa olmadi. Finalda fransuzlar Braziliyani 3-0 hisobida yengdi. Zinedin Zidan 2 ta gol urdi. Ajoyib o'yini bilan qahramon bo'ldi. Yil yakunida esa oltin to'p sovrinini qo'lga kiritdi. Shunaqa gaplar do'stlar. O'zbekiston milliy termasining jahon chempionatlari saralashlaridagi birinchi ishtiroki haqidagi suhbatimiz ham nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling. Loyihamiz haqidagi izohlaringizni, takliflaringizni qoldiring. Albatta ularni o'qib chiqamiz va inobatga olamiz. Shu nuqtada men sizlar bilan xayrlashaman. Nasib qilsa kelgusidagi ko'rsatuvlarimizda yana diydorlashamiz. Omon bo'ling.